Bir kuni Thomas Edison uyga kelib, onasiga qog'ozni tutqazdi. U bu qog'ozni unga o'qituvchisi berganini va faqat onasiga ko'rsatish kerak ekanligini aytdi. Onasining ko'zlarida yosh bilan xatni farzandiga ovoz chiqarib o'qidi. Farzandingiz geniy. Bu maktab u uchun juda kichik va uni o'qitish uchun yaxshi o'qituvchilar yo'q. Iltimos, unga o'zingiz o'rgating. Ko'p yillar o'tgach, Edisonning onasi vafot etgandan so'ng u eski oilaviy buyumlarini ko'rib chiqdi. Hozirgi asrning eng buyuk ixtirochlaridan biri bo'lgan Edison to'satdan stol tortmasining burchagida buklangan qog'ozga ko'zi tushdi. Uni olib ochdi. Qog'ozga o'g'lingiz ruhiy xasta. Endi maktabga kelishiga yo'l qo'ymaymiz. Edison soatlab yig'ladi. Keyin esa kundaligiga shunday deb yozdi. Thomas Alva Edison, qahramon onasi tufayli asr dahosiga aylangan bechora bola. Agar siz millionerlar klubiga obuna bo'lgan bo'lsangiz, tabriklayman. Siz har kuni 1% ga o'sib boryapsiz.